Ha, bilan. 24 mingga mana shu xonani bitta pasport bilan kelsangiz oformit qilib beraman debdi. To'g'rimi shu? To'g'ri, bemalol. Ular kelgandan keyin yo 24 bo'lmaydi, 25 ming. 24 ming bilan mana shu Aniq, shunday. gap bo'lishi mumkin. Mana shaxozda gaplarni eshitdilar. Mana shu bitta xonasi, bu polnoценный ikki xona bo'ladi, operator. Kattagina xona, mebel, televizor, batareyalar o'rnatilgan zakrytый balkoni bor. Kattalar uchun yotoqxonani bitta ko'rsatamiz, operator. Kattalar uchun yotoqxona. Bu xonamizga ham batareyasi bor. Do'stlarga divan o'zini garderob shkofga hamma sharoit bor. Ana endi bitta kuxnisini ko'rsataman. Shaxmat hamma narsa qoladi. Hamma narsa qoladi. Biror narsa olib ketilmaydi. Operator, eng qizig'i maza qiladigan joyi mana shu. Wow! Gaz gap bo'lishi mumkin emas. Yangi gaz plita, yangi Hoffman kir yuvish mashinasi eng zo'ri. Batareyasi bor, mebel texnika hamma sharoit bor. Ana endi bizda ofsi sanuzakni ko'rsatamiz operator. Ofsi sanuzakni bitta ko'rsating. Operator. Aliston kattasi turibdi, vanna rakmini unutasiz, hamma sharoit bor. 56500 sunnatiga muvofiq ozgina savdoshi bor. 56500 pulim yo'q deganlar uchun mana Shahboz kafe 24 ming boshlang'ich to'lov olib kelsangiz bitta pasport bilan oformit qilib beramiz.